Xitoyning ta'siriga qarshi fond ta'sis qilish qarori Amerika parlamentida ma'qullandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta yillardan buyon Amerika parlamentida Xitoyga qarshi nurg'un qarorlar uzluksiz holatda ma'qullanyotdi. Xitoyning rayondagi davlatlarga qilayotgan beshamligi, tajovuzchiligi sababli albatta bularniki bo'layotgan ishlarning hammasi bu qatimmi Amerika Avam Palatasida Tayvan, Filippin qatorliq Hind Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlarini xalqiliq xarajat bilan ta'minlash, shundaqli Xitoyning ta'siriga qarshi 400 million dollarlik maxsus fond ajratishni o'z ichiga olgan yangi qonun loyihasi ma'qullandi. Qonun loyihasi 14 yanvar Amerika Avam Palatasida 341 ovozning qo'shilishi 79 ovozning qarshi turishi bilan ma'qullangan. Albatta mazkur qonun loyihasida Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Moliya ministrligi va boshqa munosabatli organlarning 2026 yili ajratadigan xarajati o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, bu Tayvanga beriladigan 2 milliard 300 million dollarlik va Filippinga beriladigan 100 million dollarlik sirtqi harbiy yordam xarajatini o'z ichiga olganligi bildirildi. Albatta yana hammamizga ma'lum bo'lgandek, shu Tayvanni qo'llash masalasi har doim Amerikada birinchi kun tartibdagi masala. Bu haqda masalan Xitoy ishlari maxsus komitetining raisi John Molinar axborot e'lon qilish bayonotida bu qonun loyihasi Tayvanga texmi ko'p qo'llash elib keladi. Ularning o'zini qo'g'dash iqtidoriga mablag' selishiga yordam berdi. Va Trump hukumatining o'tgan oydagi Tayvanga qurol setib berish tarixiy qarorini kuchaytirdi degan so'zlarni ishlatdi John Molinar. Va 2027 yili undan keyin yuz berish ehtimolligi bo'lgan to'qinishlarni to'sish uchun Amerikaning jiddiy turda Tayvanni qurol bilan ta'minlashi kerakligini ham ta'kidladi so'zida. Mazkur qonun loyihasi yana Xitoyning dunyodagi razil qilmishlarga qarshi turish uchun 400 million dollarlik Xitoy ta'siriga taqobil turish fondi ismidagi bir fond ta'sis qilish qarori o'rin olgan. Navbatda bu qonun loyihasi Kengash palatasiga sunilgan bo'lib, Kengash palatasining kelar hafta bu qonun loyihasini tasdiqlaydiganligi, muzokara qiladiganligi mo'ljallanmoqda.